Assalomu alaykum do'stlar, qadrli yurtdoshlar. Andijon Qorato'g'ini 3 oylik variantini kutayotganlar uchun mana sizlarga 3 oylik varianti. Vodiydan bo'lsin deb juda ko'p so'rashadi, chunki biz ko'proq Toshkentdan narsa qo'yganimiz uchun endi biz o'zimizdagi firma Toshkentda. Shuning uchun ko'pchilik Toshkentdan qo'yaverganimiz uchun Vodiydan rosa so'rashadi. Mana sizlarga imkoniyat akalar. Hop, bu to'g'larimiz Andijonda Asaka tumanida. Egasining nomerini pastga qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Telefon qilib bog'lansalaring bo'laveradi. Shu nomerda telegramlari ham bor. Agar to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, to'liq ma'lumot ham qilib beriladi. Bugun 17-aprel 2026-yil sanasiga 3 oylik bo'lgan bu to'g'larimiz. Makon xoros aralash, endi aralashtirib berilaveradi. Soni 200 dona. Hamma vaksinatsiyalar qilingan, sog'lom, xudo xolasa kelib ko'rib tekshirib olinaveradi. Agar o'zlaring bilmasalaring, bitamta to'g'ni yaxshi tushunadigan bitamtasini olib kelsalaring ham bo'laveradi. To'g'larimizga xudo xolasa hammasiga javob beramiz. Hop, narxlariga keladigan bo'lsak, endi narxlari 80 ming so'mdan aytilyapti. Endi bu 80 ming so'm aytilgandan keyin bir oydan keyin ham telefon qilsalaring bu 80 ming turmaydi. Sababi yeydi, ichadi, bu 200 ta tovuq hazlakam yeb ichmaydi. Shularning hisobiga narx-navosi oshadi. Andijon qora tovuqlarni agar boqqanlar bo'lsa, yaxshi biladi. Oddiy haqiqidan ko'ra yaxshi tuxum beradi. Agarda mabodo boqmaganlar bo'lsa, bemalol bir proba qilib ko'ringlar. Xudo xolasa barakasini topasizlar. Rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar. Like, podpiska bosishni unutmanglar. Opisiyaga videoning tagiga egasining nomerini qo'yib qo'yapman. Nomer qani deb yozmasdan bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.